Assalomu alaykum. Efirda Munozara maydoni tok-shousi. Bugun ham biz bilan birga bo'lishga harakat qiling. Sababi Munozara maydonida tilga olinadigan mavzular sizni ham befarq qoldirmaydi. Studiyada boshlovchilar Shahzoda Norqulova hamda Dilshoda Qo'shmurodova. Assalomu alaykum. Bugun ham Munozara maydoni tok-shousi orqali tilga olinmoqchi bo'lgan muhokamaga sabab bo'ladigan voqea va mavzular sizni yuqorida aytib o'tganimizdek befarq qoldirmaydi. Buning uchun esa to'g'ridan-to'g'ri jonli efirda nafaqat televideniya, balki Juzaq radio kanalida ham bizni tinglashingiz, savollar, fikr mulohazalar bo'lsa, ekraningizda ko'rinib turgan manzillar orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin. Oilaning barqarorligi va tinchligi uning poydevori qanchalik mustahkamligi bilan bog'liq hisoblanadi. Nikoh bu har tomonlama o'ylab qurilishi kerak, chunki u nasl davom etishi, qolaversa jamiyat taraqqiyoti uchun juda muhim hisoblanadi. Har bir ota-ona farzandini uyli-joyli bo'lishini, oilasi mustahkam, tinch totuv hayot kechirishini istaydi. Ammo ba'zi hollarda ularning tinchligini tilash bilan birga bilib-bilmay oilalarning poydevorini darz ketishiga va hayotda baxtsiz bo'lib qolishiga sabab bo'layotganligimizni anglamay qolyapmiz. Demoqchimizki, yaqin qarindoshlar va erta turmush bu insonning keyingi hayotiga ham albatta salbiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Bugun aynan bu mavzu dolzarb ekanligini hayotning o'zi ko'rsatyapti. Albatta, atrofimizda qarindosh urug'larimiz orasida yoki bo'lmasa yurtdoshlarimiz orasida aynan yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh holatlari qayd etilmoqda. Xo'sh, bunga kim sababchi? Yosh kattalarmi yoki ularning tanlovi yoki yoshlarning o'zi sababchi bo'lmoqdami? Bu qanday oqibatlarga olib kelmoqda? Bugun Munozara maydoni tok-shousi orqali aynan mana shu mavzulardagi yuqorida tilga olingan savollarga mutaxassislarimiz bilan birgalikda javob izlashga harakat qilamiz. Albatta. Bugun aynan yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh va uning tibbiy hamda ijtimoiy oqibatlari haqida fikr mulohazalar yuritamiz. Agar sizda ham savollar, fikr mulohazalar paydo bo'layotgan bo'lsa, bevosita biz bilan aloqaga kirishishingiz mumkin. Buning uchun ekraningizda ko'ringan manzillar orqali biz bilan bog'laning yoki 72 kodi bilan 226 08 41 raqamlariga qo'ng'iroq qilib savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Shahzoda opa, xalqimiz orasida shunaqa fikr mulohazalar yuradiki, ya'ni yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh qayd etilgandan so'ng, o'sha yoshlarni boshini birlashtirgandan so'ng qarindoshligimiz yanada abadiy bo'ladi, mustahkam bo'ladi degan qarashlar bor. Tan olishimiz kerakki, bunday holatlar bugungi kunda ham aksariyat shuncha targ'ibotlarga qaramasdan uchrab turibdi. Xo'sh, mana shunday targ'ibotlardan tashqari ham yoki bo'lmasa shuncha targ'ibot qilishimizdan tashqari ham shunday holatlarni kelib chiqishiga sabab nima bo'lmoqda? Bu borada birinchi bo'lib xotin-qizlar masalalari bo'yicha o'zlarining faoliyatlarini olib borayotgan tashkilot va mutaxassislarga murojaat qilmoqchiman. Albatta. Keling, shu bugungi kunga qadar qayd etilgan nikohlar va aynan ajrim yoqasiga kelib qolgan nikohlar orasida necha foizi aynan yaqin qarindoshlar yoki erta turmush bilan bog'liq ekanligi haqida ma'lumot bersangiz. Assalomu alaykum. Mikrofonni yaqinroq tutasiz. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda respublikamiz bo'yicha qarindoshlar o'rtasidagi nikohni qonuniy taqiqlab qo'ygan bo'lsak-da, bunday salbiy holatlar aksariyat hollarda uchrayapti. Respublikamiz bo'yicha joriy yil hisobiga 1210 nafar qarindoshlar o'rtasidagi nikoh qayd etilgan bo'lib, viloyatimiz eng past ko'rsatkichda. Bizda targ'ibot ishlaridan so'ng ko'rsatkichimiz ancha past. Bunday salbiy holatlarni ancha mahalla faollari, yettilik, tibbiyot birlashmalari, patronaj hamshiralar, fidiya organlari bilan hamkorlikda ishlagan holda bunday salbiy holatlarni birmuncha kamaytirdik. Ajrimlarimiz soni kamaydi. Nimaga kamaydi? Qarindoshlar nikoh quradi, o'rtada nogiron farzand tug'iladi, ajrim soni oshadi. Bunday holatlarni oldini olsak, ajrimlarimizning soni ham kamayadi. Jamiyatimizda sog'lom farzandlar tug'ilishi ko'payib, nogiron farzandlarning tug'ilishi kamayadi. Bu jamiyatimiz rivoji uchun, uning yuksak marralarga erishishida, hayotimiz rivojlanishida katta ahamiyatga ega. Bugun ko'p savollarga ochiqligicha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Mana shuncha targ'ibot ishlari olib borildi va targ'ibot natijalarida qarindosh urug'lar o'rtasidagi nikoh holatlari kam qayd etilyapti, lekin bor. Aynan qaysi hududlarga to'g'ri keladi, ayta olasizmi? Bunday chekka tumanlarimizda ko'proq, ularda eskilik sarqiti deymizmi, o'ylashadiki, qarindosh urug' birga nikoh qurishmasa, qarindosh urug'chiligimiz uzoqlashib ketadi degan fikr ularda qolib ketganda, shahar
territoriyasida kam, shahar hududlarimizda, chekka qishloq tumanlarimizda aksariyat holatlarda saqlanib qolyapti. Lekin ular bilan ham targ'ibot ishlarini kuchaytiryapmiz, maktablarga borib targ'ibot olib boryapmiz. Videoroliklar, maktab o'quvchilari o'rtasida mahalla faollari, oqila ayollar, buvijonlar to'ylarda ushbu ma'ruzalarni qilib xalqqa yetkazib beryapti. Buning salbiy oqibatlari aynan mana shunday holatlarga ko'pincha oiladagi yoshi ulug'lar sababchi bo'lib qolyapti-da. Biz aynan mavzuga tayyorgarlik ko'rish jarayonida yaqin qarindoshlar o'rtasida tuzilgan nikohlarning sababini so'raganimizda, buvijonim xohlagan yoki bobom xohladi, uzoqroq qarindoshimiz o'rtamiz uzilib ketmasin degan maqsadda biz aynan mana shu nikohni qayd etganmiz degan fikrlarni ta'kidlab o'tishdi. Nima deb o'ylaysiz? Shu jarayonda biz qancha qarorlarni qabul qildik, qancha farmonlar e'lon qilindi, to'g'rimi? Aynan mana shu yaqin qarindoshlar va erta nikohni oldini olish borasida olib borayotgan targ'ibot ishlarimizda biz tanlayotgan kontentlarimizning yoshi to'g'ri kelyaptimi? Agar e'tibor qilsangiz, so'zimiz boshida ham aytib o'tdik, bunga yoshi kattalar ko'pincha sabab bo'lyapti. Siz aytayotgan targ'ibotlar maktabda, bog'chada yoki mahallada olib borganda yosh kattalar bilan ham suhbat o'tkazilyaptimi? Shunday, bizlar suhbat o'tkazdik tumanlarda yurganda 53% qarindoshlar o'rtasidagi nikohni 53% bobom va buvam xohlaganliklari uchun, 28% ota-onam xohlaganligi uchun, 12% yoshlarning xohishiga ko'ra bo'lganligi aniqlandida, shunda biz shunday qildikki, buvijonlarga, oqila ayollarga, mahalla oqsoqollari, keksa nuroniylarga shunday topshiriqlar berdikki, yoshi katta keksalar bilan targ'ibotni kuchaytirishimiz kerak. Eskilik sarqitidan ozgina chetga chiqib, tibbiy, ilmiy, genetik, irsiyat degan narsalarni, tushunchalarni tushuntirib, ularning ichida to'g'ri mana bu yo'q, mana bu qarindoshim bilan turmush qurgan, farzandlari sog'lom degan fikrlar ham bor-da ularda. Lekin ularni 7 avlod, hattoki 8-avlodda ham bunday narsalar takrorlanib kelishini ilmiy isbotlab, huquqiy tushunchalar, amaliy tushunchalar, tibbiy tomonlama oqila ayollarimiz, buvijonlarimiz tushunchalar berib boryapti, lekin joriy yilga nisbatan ancha kamaygan. Oramizda hozir shifokorlar bor, ishtirok etyapti. Keling, shifokorlarning fikrini ham eshitamiz. Haqiqatda ham bu avloddan avlodga o'tadimi yoki qaysi avloddan keyin bu narsa to'xtashi mumkin? Chunki hozir mana studiyada bo'layotgan fikrlarni eshityapsiz. Bizni avlodimizda ham yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh bo'lgan, lekin farzandlariga ta'sir ko'rsatmadi degan fikrlar aytilyapti. Marhamat. Avvalambor bu kasalliklar kelib chiqishda ota-onani sog'lom gen saqlab tursagina sog'lom zurriyot paydo bo'ladi. Sog'lom geni bo'lmagan ota-ona o'zini jismonan sog'lom deyishi mumkindir, lekin u qiz yoki yigit shu kasallik tashuvchi geni bo'ladi unda, lekin o'zini bilmaydi u. Lekin u turmush qurgandan keyin chiqadi. Ya'ni yashirin kasallik irsiylanadi. Buni autosomal ressessiv holatda ketdi deyiladi, yashirin irsiylanib keladi. Lekin masalan o'zi kasal bo'la turib ham sog'lom qiz bilan turmush qurib ham undan o'sha kasal bo'lgan yigitdan sog'lom bo'lmagan bola ham paydo bo'lishi mumkin ekan. Ya'ni shu avlodda bor ekanki, shu chiqyapti. Masalan, fenilketonuriya kasalligimiz bor, mukovizoz kasalliklarimiz bor. Bu o'sha ota-ona sog'lom geni borligini bilmaydi ular. Turmush quradi. Masalan, bizda hozirgi kunda viloyatda 14 ta shu fenilketonuriya kasalligi bo'lsa, o'shani 8 ta bola, 9 tasi salkam shu qarindosh nikohdan. Qanday qarindosh? Opa-singilli bolalari turmush qurganda shu bolalar hozir davlat tomonidan kerakli muolajalar olyapti. Bu kasalliklarni baribir davolab bo'lmaydi. Bu avloddan avlodga o'tadi. Va chuqur aqli zaiflik olib keladi. Jamiyatga ham, oilada ham bu yaxshilik olib kelmaydi baribir. Chunki u so'rasak, o'sha turmush qurganlar bolalarni aytsak, meni de dadam aytdi, shu turmush qurdim, men nima qilay, unisi u deydi, bunisi bu deydi, shunaqa qilib turmush qurishyapti, yaratishyapti. Bitta oilada esa qarindoshdan 5 ta bolasi bo'lsa, 3 tasini olgan. Shaxsan 2 tasini ko'rganmiz, to'xtang, bo'ldi, boshqa tug'ish kerak emas, rejalashtirish kerak emas desak-da, u aytayaptiki, meni qizim ko'p, o'g'lim yo'q. Men o'g'il ko'rishim kerak. Nima qilasiz endi? Bo'ldi endi, qo'y shuni, to'xtatish kerak. Yo'q, yana homilador bo'ldi.
bizga ishlanmasa respublikalargacha bordi, tug'ildi o'g'ilcha, o'sha u ham fenilketonlar bilan tug'ildi. Hozir ham o'sha bola endi aqli zaiflik bilan ketyapti. Bilasizmi, xalqimizda bir qarash borda, qarindoshlarimiz o'rtasida yaqin qarindoshli nikohlar bor, farzandlari sog'lom, hech qanaqa xavf tug'ilmadi deyishadi-da. Aynan siz kabi tibbiyotning so'zlariga yoki bizning so'zlarimizga biroz e'tiborsiz qarashadi-da. Qancha avlodgacha aynan mana shu holat davom etishi mumkin? Yoki qancha avloddan keyin ham aynan mana shunday holat yuzaga kelishi mumkin? Endi masalan bitta teri pigment almashinuv buzilish kasalligi deymiz, bizda albinizm kasalligi deymiz. Shunaqa kasallik men o'zim hayotda ko'rdim. Bir chola kampirning ikkita qizi ikkita begona joyga turmush qurdilar. Ulardan bitta qizlar paydo bo'ldilar. Ko'ryapsizmi, 3-avlod bo'lyapti. 3-avlodni ular turmushga beryapti-da, ikkalasini bitta shunaqa qiz tug'ib, bola tug'ib beryapti. Bittasi qiz tug'di shunaqa, bittasi o'g'il tug'ildi. Endi ikkalasi yashirincha kelyapti. Endi shuni bilish kerak endi. Endi uni ketdim men maxsus shug'ullanib ko'rsam, o'sha birinchi bo'g'in bobo kalonlar, buvilar shu avlodlarda shu bo'lgan. Yaqin qarindoshlar bo'lgan. Bular lekin shu kasallikni yashirishgan. Qizni yashirishganda shu holatni qizni turmush uzatishgan. Yigit buni bilmaydi. Masalan. Lekin turmush qurgan, endi kelyapti yigit, bu kimdan bo'lgan? Endi kimligini aniqlaganda ne kerak uni? Buni kim aydor deb so'rayapti. Endi kim aydor, ularni turmush qurgansiz, siz avlod surishtirdingiz, men surishtirmadim. 7 avlodga biz surishtiring deb aytamiz. Bekorga aytilmagan, tibbiyotda ham bor narsa. O'sha Mendel qoidasida ham yozilgan. O'sha duragaylanish qoidalarida 1-chi, 2-chi, 3-chi avlod sog'lom bo'lib kelishi mumkin. Qolgan bu yoqda 4 ta avlod nima bo'ladi, buni bilmaydi hech kim. Ularda ham chiqadi. Yuqorida buvijon ham chiroyli fikrni ta'kidlab o'tgandi. Marhamat, mikrofonni uzating. Juda to'g'ri fikrlarni aytyapsizlar. Men ham shu holga qo'shilgan holda aytaman-ku, mana shu qarindosh urug'da bir-birini bilmaydi bo'y aytganlaridek. O'tib ketadi. Avlod o'tib ketadi, ularni bilmaymiz. Kimlar o'tgan, boshqa qilgan hech kim bilmaydi uni. Borib shu nimada chiqyapti, mana maktabda ham o'qigan, mana burunda ham o'qigan, soyuz vaqtda ham o'qiganmiz, maktablarda o'qilgan. No'xatlarni chatishtirish bo'yicha. Chatishtirganda ko'k no'xat bilan sariq no'xatni chatishtiryapti. Bir ikkitasida yo'q, tajriba qilinganda yo'q ularni. Uchinchisida ham yo'qda, to'rtinchisiga borib, o'sha boya ko'k bilan sariq orasida keyin sariq chiqyapti. Yoki ko'k chiqyapti arada. Ana shunday tashib berish nimalar, keyin mana bir-biri bilan begona yettiyot nimalar turmush qurishadi. Boya aytganlaridek farzandlari nogiron bo'lib qoladi bitta yarimtasi. Hayron qolishadi. Urug'imda yo'q, bizada hech aka-ukamda yo'q. Nima shunday farzand tug'ildi deb doktorga mana shifokorimiz bilanlar ham murojaat qilishsa bilayam. Keyin surishtirganda, borganda ular bilmaydi, ota-onasini, bobolari, kimlar o'tganligini bilmaydi-ku. O'shanday biz yoshlarga nima o'rgatishimiz kerak birinchi o'rinda? Shajarani o'rgatishimiz kerak. Shajara, ota-onasi kim bo'lgan? Uni otasi kim bo'lgan? Uni otasi kim bo'lgan? Sekin-sekin shulardan taragan farzandlarni aytib ketaversa, o'rganib boradi hozirgi yoshlar. Shu asosan shu to'g'risida. Bilasizmi, aynan bu holatga Dilshoda ko'pincha yosh kattalar sababchi bo'lib qolyapti-da. Yoshlarimiz aynan yosh kattalar, bizning o'zbekchiligimizda yosh kattalarni gapiga kirishga harakat qilamiz. Bobolar, buvilar, aynan mana shu qarindoshchiligimiz uzilib ketmasin, uzoqlashib ketmasin degan maqsadda yoshlarni nikohlanishiga, aynan yaqin qarindoshlarning nikohlanishiga bobo buvilar sabab. Aynan siz buvijonlar maktabi vakili sifatida oqila ayollar harakati a'zolari bu borada qanday ishlarni olib boryapsiz? Bu borada asosan mahalla bilan birgalikda, yettilik bilan birgalikda, xotin-qizlar bilan birgalikda yurib, to'y hashamlarda, endi ta'ziyalarda ham bo'ladi. Yurgan vaqtda yurib turib o'shalarga tushuntirishlar olib borish kerak. O'sha buvijonlarga ayniqsa. Birinchi joyga nevaramni uzatishga belgilayapmiz va palonchiga, tugunchiga deb aytganda o'shalarga tushuntirishlar olib borishimiz kerak. Birinchi o'rinda bu aytganingizdek buvijonlarga, keyin bobojonlarga ham shularni tushuntirishlar olib borilsa, ular ham tushunishadi insonlar. Odatda targ'ibotlarimizni maktablarda yoki bo'lmasa oliy ta'lim muassasalarida amalga oshiramiz, tan olishimiz kerak. Lekin o'sha oqila ayollar yoki bo'lmasa buvijonlar maktabi, yosh ulug' insonlar o'rtasida targ'ibotni menimcha nazarimizda kuchaytirishimiz kerak. Shu o'rinda Shahzoda opa, aynan dasturga tayyorgarlik ko'rish jarayonida yurtdoshlarimizning fikr mulohazalari bilan juda ham qiziqdik. Haqiqatan da tayyorgarlik ko'rdik. Xo'sh, aynan bunday holatlar sabab bo'lishiga nimalar demak sabab bo'lmoqda yoki bu jarayonlarni
yurtdoshlarimiz qanday qabul qilishadi. Keling shu o'rinda aynan mana shu lavhani birgalikda tomosha qilsak-da, nafaqat bu orqali yurtdoshlarimizni fikr mulohazalarini, takliflarini bilamiz va undan so'ng yana studiyamizda davom etsak bo'ladi. Marhamat. Bugungi kunda yurtdoshlarimiz orasida shunday holatlar uchrab turibdiki, qarindoshchiligimiz uzilib ketmasin, quda bo'laylik yoki bo'lmasa shunga o'xshash jumlalar. Xo'sh, bu qanchalik to'g'ri? Bu borada shuncha targ'ibot ishlari amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, tibbiyot xodimlarining tushuntirishlari amalga oshirilayotgan bo'lsa-da, nega bunday holatlar hali hanuzgacha uchrab turibdi? Bugun aynan mana shu kabi savollarga yurtdoshlarimizning fikr mulohazalarini birgalikda tinglaymiz va fikr mulohaza almashamiz. Ketdik. Bir savol bilan izlanmoqchimiz. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohga qanaqa qaraysiz? Qanchalik to'g'ri? Shuncha targ'ibot bo'lishiga qaramasdan qarindoshlar o'rtasidagi nikoh hali hamon uchrab turibdi. Hali yoshimizdan narsani tushunmaymiz baribir. Lekin siz qanday fikr munosabat bildira olasiz? To'g'rimi bu tanlov? Menimcha noto'g'ri. Nima uchun? Ko'plar aytadi-ku, nogiron tug'ilib qolishi mumkin farzand. Shunga. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohga qanaqa munosabat bildirasiz? Shuncha targ'ibot bo'lishiga qaramasdan hali hamon bunday holatlar uchrab turibdi. Yoshlarga qanaqa fikr mulohaza bergan bo'lardingiz? Albatta, endi salbiy oqibatlari bor. Qarindoshlar o'rtasida nikohda endi bu bir nechta targ'ibotlar ham aytilyapti. Endi meni fikrim ko'proq targ'ibotlarni ko'paytirish kerak. Ayniqsa yoshlar o'rtasida o'sha tegishli tashkilotlar birgalikda ularni shu salbiy oqibatlarni ko'proq tushuntirish kerak yoshlarga. Meni fikrim shundan iborat. Bu masala bo'yicha ko'proq yosh keksa avlod vakillari sababchi deb o'ylayman. Chunki yoshlarimizni ixtiyoriga qo'yadigan bo'lsak, qarindoshlar o'rtasidagi nikohni menimcha anchagina tanlov bo'yicha tushunib yetishgan. Diniy idora vakillari tomonidan juda ham ko'p targ'ibot ishlari amalga oshirilyapti. Ya'niki yoshlarimizni yoki o'sha oilalar o'rtasida bo'ladigan yaqin qarindoshlar nikohi borasida juda ham ko'p targ'ibot ishlari jamiyatda olib borilyapti. Mana yaqinda chiqqan farmonimiz juda ham quvonarli bo'ldi. Ya'ni bu ham shuni bir mantiqiy davom desak ham bo'ladi. Ya'ni qizlarimizni 21 yoshgacha bo'lgan jarayonda nikoh qurmasligi bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan shunday e'tiroflar ko'rib chiqildi. Endi nikohni qarindoshlar o'rtasida deydigan bo'lsak, bu bolalarning kelajakda sog'lom avlod vakiliga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Qarindoshlar o'rtasidagi nikohga qanaqa qaraysiz va aynan bunday holatlar sodir bo'lish jarayoniga kimlar yoki nima sabab bo'lmoqda? Ko'proq qarindosh urug'lar sabab bo'ladi. Ota-onalar majburiyati, lekin shaxsan meni fikrim bu to'g'ri emas. Chunki tibbiyot xodimiman. Bu narsa o'zini bolalarida bo'lmagan taqdirda ham keyingi zurriyotlarida, kelajak avlodlarida namoyon bo'lib qolishi mumkin. So'nggi pushayma o'zingga dushman deyiladi. Bugungi kunda qarindoshlar o'rtasidagi nikoh holatlari qayd etilmoqda. Aynan bunga kim sababchi deb o'ylaysiz yoki buni ijobiy, salbiy tomonlari haqida qanaqa fikr mulohaza bildira olasiz? Salbiy tomonlarni hali eshitmadim, ko'rmadim. Endi kimni qanday oilaviy muhitiga bog'liq, yashash tarziga bog'liq. Lekin ijobiy tomonlari ko'p, yaxshi yashab, baxtli yashab yurgan oilalar soni juda ko'p. Qanday ijobiy tomonlari bo'lishi mumkin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh holatlarida? Baxtli yashash, baxtli hayot, turmush tarzi. Qarindoshlar o'rtasidagi birdamlik, nima deydi? Aql inoqlik, qarindoshlik rishtalari yana ham kuchayadi, mustahkamlanadi. Salbiy oqibatlarni sezmagansiz? Yo'q. Bormi atrofda, dugonalarda mana shunday qarindoshlar? Atroflarimda yo'q unaqa. Unaqa salbiy oqibatlarda yo'q. Bir savol bilan izlanmoqchimiz. Agar sizga tanlov berilganda qarindoshlaringiz o'rtasidan qiz olgan bo'larmidingiz, uylangan bo'larmidingiz? Yo'q. Nima uchun? Endi bu biologik jihatdan mumkin emas. Shuning uchun. Qarindoshlar o'rtasidagi nikoh holatlari qayd etilmoqda. Bu jarayonga qanday munosabat bildira olasiz? Bilmadim endi. Qanchalik to'g'ri bu? O'zimni opacham ham qarindoshimizga erga tekkan, xolamda o'g'liga Xudo shukr yaxshi yashab yuribdi. Farzandlari yaxshi? Ha, farzandlari ham yaxshi. Toza yaqin aka-ukaning ichida bar bo'lmaydi, endi uzoq qarindosh bo'lsa, menimcha bo'lsa kerak. Xudoga shukr yaxshi. Nima uchun qarindoshlar o'rtasidagi nikoh holatlari qayd etilmoqda? Bunga kim sababchi? Ota-onalar yoki farzandlar? Ko'proq ota-onalar sababchi. Ota-onalarning majburlov, qistov bilan qayd etilmoqda bu. Bugungi kunda qarindoshlar o'rtasidagi nikoh holatlari qayd etilmoqda. Shuncha targ'ibotlarga qaramasdan bu jarayonga qanday munosabat bildira olasiz? Yaqin qarindoshlaringiz o'rtasida mana shunaqa holatlar sodir bo'lgan yaqinlaringiz bormi? Assalomu alaykum. Avvalambor bizda endi yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh
yo'q. Bu narsaga endi men qarshiman. Sababiki o'sha tibbiyot ham bir necha marotaba yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni, ya'ni yaxshi oqibatlarga olib kelmasligi va irsiy kasalliklar ko'p kelib chiqish haqida bot bu haqida o'sha ommaviy axborot vositalarida bu narsani ta'kidlab keladi va mahallalarda aholi o'rtasida bu narsani targ'ibot qilib keladi. Shaxsan bu narsaga qarshiman va Shuncha targ'ibot bo'lsa-da, nima uchun bunaqa holatlar qayd etilyapti? Kim sababchi deb o'ylaysiz? endi bu narsada endi yoshlarimiz emas-ku, ota-onalarimiz ko'proq sababchi. Chunki farzandlarini ular agar o'sha turmushga berayotganda yoki kelin olayotganda yoki qiz chiqarayotganda albatta ota-onalar roziligi bilan bo'ladi bular. O'sha roziligini agar mabodo qarindoshlar o'rtasida yo'q deb ana bu farzandiga bu narsani deb aytsa, albatta farzand ularni aytganidan chiqmaydi, qilmaydi. Lekin qarindoshlar o'rtasidagi bu yana bir xillar ko'pchilik eshitib qolamiz, o'sha uzilib ketmaylik, qarindoshlar bordi keldimiz uzilib ketmasin degan maqsadda xudoandachilik qilinadi. Lekin mabodo agar bu yomon tomonga aylanib, masalan, ajrim bo'lib ketadigan bo'lsa, bu juda ham bir og'ir oqibatlarga olib keladi. Ya'ni qarindosh rishtalari to'liq uzilib ketishi mumkin. Bu narsaga endi albatta biz qarshimiz, albatta qarshiman. Mana lavhani birgalikda tomosha qildik. Bizni ajablantirgan holat ham bor. Yoshi o'rta yoshda bo'la turib, aynan yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni salbiy oqibatlari haqida eshitmaganman yoki buning hech qanaqa salbiy oqibati bo'lmasligi mumkin degan fikrda yurganlar ham bor. Shu o'rinda savol tug'iladi. Bizning olib borayotgan targ'ibot, tashviqot ishlarimiz qanchalik natija beryapti deb ayta olasiz? Marhamat, jamoatchilik fikridan eshitaylik. Yuqorida aytilgan hamma fikrlarga qo'shilgan holda men ham shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Mana hozir qarindoshchilik nikohlariga bu targ'ibot shunchalik targ'ibot qilyaptiki, shunda ham ko'pchilik mana ko'ryapmiz ekranda ham salbiy oqibatlar haqida hech narsa eshitmaganman deyapti. Lekin bu narsa noto'g'ri narsa. Mana shu o'rinda savol tug'iladi, targ'ibotlarimiz shunchaki qog'ozbozlik uchun o'tmayaptimikan, nima deb o'ylaysiz? Nahotki shuncha targ'ibot olib boramiz u hali ham buni salbiy jihatlari haqida tushunchaga ega emas fuqarolarimiz. Bu fuqarolarimizni bu oddiy hol deb gapiryapti menimcha. Lekin mana keyingi yillarimizda juda ham bizda o'zgarishlar katta. Bu qarindoshchilik rishtalari, oila nikoh qurishi kamaygan nazarimda. Chunki bizda targ'ibot ishlarini juda yaxshi maktabda ayollar mahalla yettiligi, xotin-qizlar faollari bilan birgalikda voyaga yetgan qizlarimiz, ularning ota-onalari bilan, ayollarimiz bilan juda ham ko'p targ'ibot ishlarini amalga oshiryapmizda. O'sha natijasida bizda juda kamaygan, chunki hozir yoshlarimiz hammasi bilimga berilib ketgan, bilimli farzandlarimiz men o'ylaymanki u narsani tushunib yetyapti. Ota-onalarimiz ham menimcha ancha nimaga tushunib qo'ygan, kelib qo'yganda. Afsuski, lekin oramizda hali ham uchrab turibdi, juda ham kam. Endi buni biz ilojini qilib mana buvijonlarimiz, mana meditsinadan doktorlarimiz maktablarda mana shunday targ'ibot ishlarini juda ham faol natijasi bo'lsa, kelajakda men o'ylaymanki, mana shu qarindoshchilik rishtalaridan nikohlar qayd etilmaydi. Bilasizmi, bizni olib borayotgan targ'ibotlarimizning qanchalik samarali yoki samarasiz ekanligi haqida ham biz tahlillarni olishimiz kerak bo'lyapti. Chunki siz aytayotgan maktablarda biz albatta o'quvchilarga bu holatni tushuntirishga harakat qilamiz. Lekin ular yosh oilada, bizni o'zbekchiligimizda bor narsani gapirishga harakat qilishimiz kerak. Bobo buvilarning gapi gap.
Hattoki nikohlanayotgan yoshlar u yoqda tursin, hattoki ularning ota-onasi ham qaynona qaynotasini gaplarini yerda qoldirmaslikka harakat qiladi. Demak, biz targ'ibotimizni negizi o'zi asli kimga kerak ekanligi haqida ham bir o'ylab ko'rishimiz maqsadga muvofiq kerak bo'ladi. Shahzoda opa, yana bir narsaga hozir ahamiyat qaratdim. 2 yosh nikoh qurishlaridan oldin albatta tibbiy ko'rikdan o'tishadi. Bu tabiiy. Aynan shu jarayonda yaqin qarindoshligi aniqlangan holatda agar shunday bo'lsa, nima sababdan ularga tibbiy ruxsatnoma beriladi? Mana shu savol meni hozir qiynadi va bu borada ham fikr mulohazalar olsak, mutaxassislarimizdan yaxshi bo'lardi. Bu savolni bejizga bermayapmiz, chunki diniy idora vakillari tibbiyot xodimlarining ruxsatnomasisiz ularga nikoh o'qimaydi. Lekin oramizda paydo bo'layotgan qarindosh urug'chilik nikohlari bor, demak unga nikoh o'qilyapti. Demak, biz masalani tizimli ravishda ko'radigan bo'lsak, tibbiyot bilan ham bu haqida fikrlarimizni almashishimiz kerak. Albatta. Men tibbiyot xodimi sifatida bu masalaga o'zim aytadigan bo'lsam, biz tibbiyot xodimlari tibbiyot ko'rikdan o'tkazamiz. Har bir o'sha nikoh qurayotgan yosh qiz va o'g'ilni qonunlarimiz tibbiy ko'riklardan o'tkazamiz va ularga aytamiz, tushuntirishlar olib boramiz. Agar bir-biriga to'g'ri kelmasa, ota-onasini chaqirtirgan holatda aytiladi bu narsa. Lekin u o'sha bu yoqda to'y boshlanib ketgan bo'ladi-da. To'yga yetib bo'lgan bo'ladi. Biz lekin ogohlantirish ishlar olamiz, lekin aynan bizga to'yni to'xtatish degan ogohlantirish bilan chetlashishimiz mumkinmi? Himoyalanishimiz mumkinmi? Chunki 2 yoshning taqdiri, ulardan tug'iladigan farzandlarning taqdiri balki yana qanaqadir muhim emas. Loyihalar yo'lga qo'yilishi kerakdir. Yana yangi loyihalarni endi bundan keyin ishlab chiqamiz, lekin hozirda bizga aynan hozirgi ishimiz kasallik yuzaga chiqish haqida ogohlantirib, ota-onasiga aytiladi, lekin bu umuman aytilmasdan qolinmaydi. O'zlarining qo'liga qo'yib beriladi. Ota-onadan tashqari yana qayerlarga murojaat qilinadi? Yana kimlar ogohlantiriladi? ZAKS ogohlantiriladi. Keyin mahalla yettiligiga xabar beriladimi? Aynan mana shu nikoh qurish istagida bo'lgan yoshlar yaqin qarindosh bo'lib chiqdi, ular nikohlanishi mumkin emas degan fikrlar albatta beriladi, lekin baribir ham ba'zida bo'ladi, to'y to'xtatilgan vaziyatlar ham bo'lgan, lekin to'y to'xtatilmay holatda o'sha jim bosti bo'lib ketgan vaziyatlar ham bo'lganda, to'y bo'lganini eshitganmiz. Endi keyin aytadi, sog'lom ham bo'lishi mumkin-ku, bu Xudodan, Allohdan degan gaplar ham bo'ladi. Bitta narsa yana bizni o'ylantiradi-da. Tibbiyot xodimlari albatta ularga bu holat haqida xabar beriladi. Mana hozir ota-onasiga xabar beramiz debsiz, lekin asosan bu to'yni ota-onalar xohlashyapti-da. Biz ota-onalarga xabar berish bilan cheklanishimizning o'zi ham bir noto'g'ri narsa emasmi? Biz albatta bu borada jon-jahdimiz bilan kurashishimiz kerak. Bu nikohni oldini olish uchun. Demak, hamkorlikni yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak. Mahalla bilan, fiqh bo'limlari bilan, diniy idora bilan, balki ularga umuman ruxsatnoma bermasi kerakdir tibbiy ko'rikdan o'tganligi to'g'risida. Misol uchun mahalla yettiligiga mana shu xabar yetib kelganda ular qanday qabul qilishadi? Yoki targ'ibot ishlarini o'sha yerda to'xtatishadimi yoki yana borib qanaqadir tashviqotlar olib borishadimi? Bu haqida ham fikr mulohazalar bo'lsa marhamat. Mahalla yettiligi albatta to'yga bosh bo'lishi kerak. Chunki to'y komissiyasi bor har bir mahallada. Aynan mana shu mahallamizda yaqin qarindosh yoki erta turmushdan xabar topgan mahalla vakillari nahotki mana shu yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni to'xtatib qola olmaydi. Mahalla faollari. Marhamat. Assalomu alaykum hammaga. Mana bu men Do'stlik tumanidaman. Hozirgi aytayotgan gaplaringizga bitta voqeani aytib beraman. Endi men ancha yillardan beri mana shu mahallada ishlayman, mahalla tizimida. Bir yaqin qarindosh mana shunday tibbiy ko'rikdan o'tganda shunaqa kasallik bilan aniqlandi. Mikrofonni sal pastroq. Kasallik aniqlandi. Aniqlangan vaqtida biz ota-onasi 7 bilan birgalikda mana bu nuroniylarimiz bilan, buvijonlarimiz bilan birgalikda maslahat qilib, mana shu ota-onani endi mahallaga olib kelib, ogohlantirib, mana tibbiy ko'rikda mana xodimlarimiz chaqirdik, vrachlarimiz hammasini chaqirgan vaqtimizda tushuntirish ishlari olib bordik, lekin ular ota-ona to'g'ri, ota-ona ham tushundi. Yo'q, mening farzandimda bunday kasallikda cholinishini, ertaga kelajakda baxtsiz bo'lishini oldini olishim kerak deb to'y to'xtatildi. Ikki taraf ham. Yigit taraf rosa yigit gino qildi. Balkim yaxshi bo'lib ketarman. Men bunaqa kasallik bo'lmas menda degan xayolda bo'ldi, lekin biz tushuntirish ishlari olib borgan vaqtimizda yigitimiz ham
qizlarimiz ham, qizlarning ota-onasi ham, bu yigitning ota-onasi ham tushunib, bu to'yni tezda to'xtatib, bir-biri bilan shunday to'xtatgan holatda bo'ldi. Demak, tajribangizda o'tgan bu jarayon. Tajribamizda bo'ldi bu narsa. Chunki mahalla bilan yettilikda, nuroniylar bilan har bittamiz tushuntirish ishlari olib borganimizdan keyin bu narsa yaxshi tomonga, ijobiy tomonga hal bo'ldi-da. Yaxshi. Marhamat, yana kimda? Gulbahor opa, marhamat, fikrlaringizni eshitamiz. Albatta, yuqorida aytganidek, boya eshitdik, yaqin qarindoshlar bir-birimizdan uzilib ketmasligi uchun men buni tarafdoriman degan fikrni eshitdim bir yosh ayoldan. Yaqin qarindoshlar uzilib ketmasligi uchun kelin qilgan taqdirda, mayli u bolasi nogiron bo'lmagan taqdirda ham arzimagan gapdan gap o'rtada gap talashib qolgan vaziyatda hattoki har zamonda bir-biriga borib turgan qarindoshlar ham bir-biridan uzilib ketib qolyapti-da. Bo'lishi mumkin. Shuning uchun bir-biriga yaqin bo'lishni uncha shart, mana shunday bolamizni, nevaramizda bir-birimizga mana shunday uy qilib, turmush qilib, bir-birimiz bilan yaqinlashaylik degan fikrni kalladan chiqarish kerak-da. Mayli, uzoqda ham mehr oqibatli bo'lishi kerak. Endi xalqimizda juda antiqa maqol bor. Uzoqdagi kishnashadi, yaqindagi tishlashadi degan maqol bor-da endi bu. Qancha yaqinlashaversa, baribir nimadir ikir-chikir chiqadi-da. Bolasida chiqishi mumkin, yuqorida ta'kidlagandek o'sha farzandlarida boyagidek nogironlik chiqishi mumkin yoki orada gap chiqishi mumkin. Shuning uchun imkon qadar har tomonlama tushuntirishimiz kerakki, mana shu ota-onalarga ham, bobo-buvilarga ham qarindoshlar quda bo'lmasligini. Endi hayotimizda ham ko'ryapmiz. Aka-singillar quda bo'lganini ko'rdik. Farzandlari gapirmaydi. Aka-ukalarni nevaralari quda bo'lganlarini ko'rdik. Ularning ham farzandlarida qarang, ikkinchi, uchinchi avlodlar quda bo'lyapti. Ularning ham farzandlarida mana shunday kamchiliklarni ko'ryapmiz. Endi aynan u bu deb hozir ayta olmaymiz efirda. Mana shu narsani ko'ryapmiz-da. Nafaqat tug'ishgan aka-uka, amaki, amakilarni nevaralarida ham mana shu narsalarni, chevaralarni ham bir-biri bilan quda bo'lganda mana shu narsalarni ko'ryapmiz. Biz yaqin qarindoshlar deyapmiz-da. O'zi yaqin qarindoshlar kimlar? Kimlar bilan aynan nikohlanish taqiqlanadi? Va yuqorida fikr mulohaza bo'ldi. Aynan yaqin qarindoshlar o'rtasida bo'lmaydi-ku, lekin uzoqroq qarindosh bo'ladi degan tushuncha ham bor xalqimiz orasida. Yaqin qarindosh deganda odamlar faqat aka-uka, opa-singilni bilib olganda, shuni yodlab olgan. Aka-ukani nevarasi bo'lsa yoki bolalari bir-biri bilan quda bo'lsa bo'ladi degan fikrni o'ziga yopishtirib olganda, yo'q, unaqa emas. Bir necha avlodni o'tkazish kerak. Bu haqida tibbiyot mutaxassislarining fikrlarini eshitaylik. Marhamat. Demak, yaqin qarindoshlar deganda shunday tushunish kerakki, o'sha ota-onada bor bir xil gen bir uchrashgan vaqtda, o'sha vaqtda nosog'lom gen paydo bo'lib, homila paydo bo'ladi. Ya'ni shunday bo'lish kerakki, o'sha inson tanasidagi gen ikkinchi gen bilan bir xil bo'lish kerak emas. Ikki xil bo'lganda o'shanda kasallanish ehtimoliyati o'zgaradi. Irsiyat va o'zgaruvchanlik o'zgarib boradi. Ikkalasi bir xil gen bo'ladi. Masalan, shunday tushunish kerakki, ota-onadan taralgan bolalarning bolalari hammasi baribir qaysidir ma'noda bir xil genlar tashib yurishadi. O'sha tashib yuruvchi genlar bir-biri bilan uchrashgan vaqtda 50% dan 60-70% gacha irsiy kasallik kelib chiqadi. Aynan mana shu tibbiyotning berayotgan mana shu xulosasi ham ba'zida yaqin qarindoshlarning nikohiga sabab bo'lib qolyapti-da. Ularning qonlari bir-biriga to'g'ri keldi yoki to'g'ri kelmadi degan gaplar xalqimiz orasida ko'p uchraydi. Lekin aslida yaqin qarindoshlar deb kimlar mumkin emas? Amma, xola, tog'avachcha, xolavachcha kimlarga mumkin emas? Bunday olganda qarindosh hammasi qarindosh. Ya'ni masalan, o'gay aka-ukalar ham qarindosh bo'lish mumkin emas. O'gay aka-singillar er-xotin bo'lish mumkin emas. Uning ota-onasi boshqa bo'lgan taqdirda ham u mumkin emas. U o'gay bo'lganda, masalan, kimnidir ayoli qazo qildi, kimnidir eri qazo qildi, turmush qurdi. Uni bolalarini er-xotin qilish u ham mumkin emas. Bu ham qarindosh. Bu ham qarindoshlikka qaysidir ma'noda aloqasi bo'lib qolishi mumkin. Unda ham kuchati homoniyati oshadi. Fiqdiyo bo'limlarida aynan mana shunday holatlarni oldini olish borasida qanday ishlar olib boriladi? Mana hozir yuqoridagi fikr mulohazalarni eshitdik. Efirda ham uzatilgan nimani eshitdik. O'sha demak, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish davomida nikohlarni ham, ya'ni qayd etishda o'sha turli xil kelin-kuyovlar kelishadi, har xil holatlarda bo'ladi.
Ya'ni oilaviy huquqiy munosabatlar albatta qonunchilik bilan tartibga solinadi. Ya'ni O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi asosida O'zbekiston Respublikasi Oila kodeksiga asosan barcha oilaviy munosabatlar huquqiy asoslarini topgan hisoblanadi. Ya'ni o'sha er-xotinlik o'sha huquq va majburiyatlari yuzaga kelishi, paydo bo'lishi, farzandlarga nisbatan huquq va majburiyatlarning yuzaga kelishi, uning tugatilish holatlari, mehnatga layoqatsiz er yoki xotinni ta'minotlariga oid bo'lgan barcha mana shu oilaviy munosabatlarni oila kodeksi tartibga soladi. Demak, bunda mana hozir tibbiyot xodimlari aytishdi, nikohga monelik qiluvchi holatlar degan nima bor? Chunki nikoh qayd etish oila kodeksiga muvofiq o'zaro rozilik asosida hamda nikoh yoshiga yetgan bo'lishi shart hisoblanadi. Nikoh yoshi bu qizlar va yigitlar uchun 18 yosh qilib belgilangan. Dastlab mana shu joyga qo'shimcha aytib ketmoqchi edim. Dastlab nikoh yoshi qizlar uchun 17 yosh edi. Ya'ni 2021-yilda mana shu nikoh yoshiga o'zgartirish kiritildi. Sababi 17 yosh deb belgilandi, lekin kuzatildiki, hali 17 ga to'lmasdan turib ham 16 yoshda oila qurishga majbur qilingan holatlari ham yuzaga keldi. Ularni bu holat, demak, ularning psixologiyasiga ham, sog'lig'iga ham har tomonlama ulardan o'sha paydo bo'ladigan keyingi avlodlarida ham sog'liqlarida ko'plab muammolar yuzaga kelganligi sababli mana shu qonunchilikka keyin o'zgartirish kiritildi. Hozirgi kunda nikoh yoshi bu 18 yosh hisoblanadi. Endi o'zaro rozilik asosida bo'lgandan keyin nikoh yoshlari ham belgilangan, monelik qiluvchi holatlarimiz ham mavjud hisoblanadi. Bunda loqal er yo xotin kelindan biri boshqa qonuniy nikohda bo'lsagina bu nikohga yo'l qo'yilmaydi. Keyingi holatda bular hozir ta'kidlab o'tdilar, shajara jihatidan to'g'ri keladigan shaxslar o'rtasida, ya'ni o'gay opa-singillar, o'gay aka-ukalar, tog'avachcha, xolavachcha, aytaylik, amakivachchalar o'rtasida ham nikohni qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. Chunki nikohni ro'yxatdan o'tkazishda qonuniy tartibda so'raladi, qarindoshmisizlar deb. Lekin ko'p holatda qarindoshlik holatlarini aytishmaydi. Chunki mana bizni endi hudud sifatida oladigan bo'lsam, Zarbdor tuman hududida yaqin mana shu 3 yil ichida yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh qayd etilgan holati mavjud emas. 3-chi holatda bo'lsa, loqal bir shaxsni kelin yoki kuyovdan birini muomalaga layoqatsizligi to'g'risidagi sud qaroriga asosan u o'sha ro'yxatda turadigan bo'lsa, sud qarori bilan muomalaga layoqatsiz deb topilgan bo'lsa, nikohni qayd etishga yo'l qo'yilmaydi. Bu monelik qiluvchi holat hisoblanadi. Shahzoda opa, shu o'rinda yana bir savol bermoqchiman. Mana fikr mulohazalarini tingladik. Monelik qilinadigan holatlar, misol uchun yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh mumkin emas, shundaymi? Shunday. Aynan mana shu mumkin emas jarayonlarini buzib, qaysidir ma'noda to'siqdan o'tib, oila qurganlarga qanaqadir jarima, jazo yoki qanaqadir chora ko'rilyaptimi yoki ko'rilishi kerakmi? Biz endi hozir mana ijobiy tomonlarini ko'p gapirdik, baribir salbiy tomonlarini ham aytib o'tish kerak. Jarimalar bormi? Deyarli agarda erta nikohlar haqida ham hali nima qilib aytib o'tdilaringiz, aytaylik, nikoh yoshiga yetmagan shaxs bilan ham nima deydi, diniy marosimni o'tkazgan imomlarga nisbatan ham ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksga nisbatan o'sha kodeksda 10 baravardan 20 baravar miqdorigacha jarima belgilangan. Ularni o'sha nikohni qayd etishini, ya'ni o'sha nikoh asosida yashashini so'ragan shaxslar ota-onasi yoki ota-onasini o'rnini bosuvchi boshqa vakil bo'luvchi shaxslar tomonidan ularni o'sha shunday nikohga kirishini majburiy tarzda so'ragan shaxslarga nisbatan 5 baravardan 7 baravargacha, 7 baravardan 10 baravargacha miqdorda jarima qo'llaniladi. Agarda bu takroriy ravishda yana shunday holatni o'sha shaxslar tomonidan amalga oshirilsa, bu jinoiy javobgarlikkacha bo'lgan holat belgilanadi. Qarindoshlar o'rtasida-chi? Qarindoshlik o'rtasida hali aytib o'tganimdek, qarindoshlik holatini deyarli aytmaydi. Mana amaliyotda shunday yashiradi. Yaqinda mana bu o'tdi. Bizda mana dekabr oyida nikohdan o'tib ketishdi. Kelin haqiqatda juda ham norozi, aytayapman.
ayting, agar norozi bo'lsangiz, men nikoh bu anaqa registratsiya qilish bo'yicha arizani qabul qilmayman dedim. Chunki bu sizlarning roziliklaring asosida bo'ladigan, kimdir sizlarni majburlashga yoki ixtiyorlaringga qarshi ish qilishga hech kimning haqqi yo'q. Chunki hayot ularniki, yoshlarniki. Ertaga yashab ketadigan ular. Nima qilib? Lekin mana 1 oy o'tyapti, 40 kun o'tyapti-dagin, o'sha yigit menga kelyapti. Yigit kelyapti-da, yashay olmadik deydi. Men aytdim, men o'sha payti sizlarga aytdim, agarda sizlarda shunaqa majburiy holat bo'layotgan bo'lsa aytinglar desam, sizlar ikkalangiz rozimiz deb keldinglar qaytadan deb tushuntirdim. Ajrimga ariza qabul qilishga majbur bo'ldik. Bilasizmi, ko'pincha 3-shaxs aralashuvi chetda qolib ketadi-da, nimagadir. Aynan mana shu yaqin qarindoshlarning nikohiga sababchi bo'layotgan 3-shaxs javobgarlikka tortilmaydi yoki e'tibordan chetda qoladi. Aslida esa ularni ham javobgarlikka tortishimiz kerak emasmi? Nima deysiz? Marhamat. Qonunchiligimizda bu haqida nimalar bor? Assalomu alaykum. Qonunchiligimizda hozirda yuqorida aytib o'tgandek, bu erta turmush hamda qarindoshlar o'rtasidagi turmush haqida munozara bo'lyapti. Endi bu yerda moniyalik holatlarni yuqorida aytib o'tishdi FHDO bo'limi xodimimiz. Endi hozirgi kunda 3-shaxsga nisbatan javobgarlik bormi? 3-shaxsga endi hozirgi vaqtda o'sha yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikohni o'sha 3-shaxslarga nisbatan yoki o'sha undovchi shaxslarga nisbatan loyihasi ishlab chiqilyapti, ya'ni o'sha qonunni ishlab chiqishga takliflar kiritilyapti. Lekin erta turmushga nisbatan yuqorida aytib o'tgandek, FHDO xodimimiz aytib o'tgandek, ya'ni o'sha oldinlari faqat o'sha nikohni o'qigan imomga nisbatan jarima jazosi qo'llanilardi. Hozirgi kunga kelib esa bu yana o'sha takomillashtirib imomga ham, undan tashqari o'sha 3-shaxslarga, o'sha erta nikohga undovchi shaxslarga ham jarima jazolari belgilanib kelmoqda. Demak, aynan qarindoshlar o'rtasidagi nikoh va ularni holatlarini oldini olish bo'yicha loyihalar shunchaki amalga oshirish arafasida. Hozirgi kunda o'sha qonun loyihasini ishlab chiqish uchun takliflar berilgan. Endi bu ko'rib chiqilib, o'sha tasdiqlangan so'ng ko'rib chiqiladi. Shahzoda opa, ijtimoiy tarmoqlarda mavzuga tayyorgarlik ko'rish jarayonida shunaqa holatlarni kuzatdim. Ya'ni o'sha yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh holatlarini qayd etish yoki bulardan xabardor bo'lgan shaxsni qaysidir ma'noda xabar berishi, rag'batlantirish va jazo tizimi orqali jamiyatda yo'lga qo'yilishi, xabar bergan shaxs rag'batlantirilishi yoki xabar bermagan shaxslar xabardor bo'lib turib xabar bermasa, ular javobgarlikka tortilishi haqida ham fikrlar bo'lyapti. Albatta, tizimli loyihalar. Buni loyihani ma'qullaydigan taraflarimiz shundan iboratki, menimcha ko'pchilik tashkilotlar buni ma'qullaydi. Aynan jarima jazosidan undirilgan nechadir foiz rag'batlantirish uchun beriladi. Balki shunaqa tizimlarni joriy qilganimiz ma'qul. Shu o'rinda deputatlarimiz ham ishtirok etishyapti. Ularga ham savol bilan yuzlanmoqchiman. Bu borada qanaqa loyihalar amalga oshirilmoqda yoki bu borada qanday loyihalarni ishlab chiqmoqdasiz? Marhamat. Albatta, bizning asosiy vazifamiz jamoatchilik nazorati, ayniqsa o'sha mahallalarga borib turib faqatgina mahalla yettiligi bilan ishlash emas, manzilli o'sha mahallalarda ichidagi aholi bilan to'g'ridan to'g'ri gaplashish. Chunki ularni o'sha muammolari, ijtimoiy muammolardan tashqari hozirgi aytib o'tadigan, ayniqsa mana yaqinda men o'zim o'sha Izlol mahallasiga borib, ko'pincha biz o'sha nogironlar, nima deydi, cheklangan insonlar bilan uchrashgan paytimizda to'g'ri guvohi bo'ldim o'zim. Nimaga nogiron tug'ilgan bolalaringiz deganimda, o'sha qarindosh ekanligimizni sababini ko'rsatdi-da. Yaqinda o'shan guvohi bo'ldim. Keyin nima uchun shunaqa bo'ldi deyilganda, biz ota-onalarimiz shunday bo'lgan edi. Bizda o'sha uzilib ketmaslik, hozir yuqorida aytildi-ku, uzilib ketmaslik qarindoshlik rishtalari deyildi. Hozirchi, hozir uzildimi o'sha narsa, uzilmadimi? Umuman hozir endi bordi keldi yo'q deyildi. Mana hozir nimada ham ko'rdik, lavhada ham o'sha bir-birini uzilmaslik degan narsa umuman keyinchalikchi u
yomon oqibatga olinadigan bo'lsa, yomon oqibat bo'ladigan bo'lsa, undan keyingi rishtalar nima bo'ladi degan narsa ham turadi. Va o'sha deputatlik nimasida ko'pincha biz o'sha mahallalarda yurganimizda 7-lik bilan ishlaymiz, mahalla 7-ligi bilan ko'pincha ular aytishadi. Biz ko'proq o'sha kayvanilar, mana bu oqsoqollar bor, ayniqsa ular bilan gaplashganimizda biz to'ydan keyin, mana to'y arafasida taklifnoma bilan keyinchalik bilamiz. Ular kimga quda bo'lyapti, kim bilan rishta quryapti ekanligini biz ungacha bilmaymiz. Aytmaydi, yashiradi deydi-da. Shuning uchun biz ular bilan emas, ko'proq o'sha manzilli ishlab borib, masalan o'sha nima deydi, ro'yxat bor. Gapingizni bo'ldim, shu o'rinda savol tug'iladida, qo'shnimiznikida yoki mahallamizda, qarindoshimiznikida to'y bo'layotganligidan xabardormiz-ku, to'g'rimi? Aynan ularning yaqin qarindosh ekanligini ham bilyapmiz-ku, lekin nimagadir hech birimiz kurashmayapmiz yoki bu haqida tegishli tashkilotlarga xabar bermayapmiz. Hozir bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimizdan yana savollar kelyapti. Yaqin qarindoshlar bo'yicha turmush qurish qonunda taqiqlanganmi, yo'qmi? Shu haqida aniq ma'lumot bersangiz deyilgan. O'zbekiston Respublikasini Oila kodeksining 16-moddasida ko'rsatib o'tilgan, ya'ni o'sha nikoh tuzishga monelik qiladigan holatlar ko'rsatib o'tilgan. Unda 3 ta holat ko'rsatilgan, ya'ni o'sha birinchisida shaxs bitta nikohda bo'la turib, ikkinchi nikohda mumkin emas. Ikkinchisida esa o'sha yaqin qarindoshlar o'rtasida nikoh taqiqlanishi ko'rsatib o'tilgan va o'sha yana oila qonunchiligimizning 57, 58 va 59-moddalarida ham qarindoshlik darajalari ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni bu yerda yuqorida aytib o'tganimizdek, siz savol berdingiz, qarindoshlik daraja o'sha qanday bo'ladi, kimga qarindosh, kim qarindosh emas, o'sha savolingiz ochiq qoldi. Shu savolingizga javob bermoqchiman. Ya'ni u yerda qarindoshlar 4 ta darajaga bo'lingan o'sha oila kodeksining moddalarida, ya'ni birinchi darajasida o'sha ona va bola, bu o'sha qarindoshlikning birinchi darajasi hisoblanadi. Aka, uka va opa singillar esa ular o'sha ikkinchi daraja va tog'a, amma, xola va jiyanlari o'rtasida bu 3-daraja hisoblanadi va oxirgi 4-darajasi tog'avachcha va amakivachchalar, ular o'rtasidagi nikoh qurishi taqiqlanishi ko'rsatib o'tilgan oila qonunchiligida. Demak, qonunchiligimizda aniq qilib belgilab berilgan. Marhamat. Hozir mana fiqdiyo organi xodimlari aytibdilar, o'sha nikohni yashirishadi, ko'proq qarindoshlar o'rtasida nikohni deyishyapti. Lekin qarangda, shunday holat kechyapti. Men ham deputatman, ham mahallada ishlayman. Ajrim bo'laydiganda bizga qog'oz jo'natishadi. Shu oilani o'rganib beringlar. Nimaga nikohni rasmiylashtirish deganda shu qog'oz jo'natishmaydi. Haqiqatan shular qarindoshmi? Ariza qabul qilinayotganda ham bu tizim yo'lga qo'yilishi kerak. Deb jo'natishsa, biz mahallada 5 qo'l deb bilamiz, hamma aholi. Surishtirib, so'rab, ularga ana shu xatga javob beramiz. Mana shu holatlarni yo'lga qo'yish kerak. Bu holatlar bormi? Endi mutaxassisimizdan murojaatlardan. Yo'q, biz bilmaymiz. Hech qanday mahallaga xat bormaydi bu borada. Oilada mana shunaqa nikoh qayta etilyapti, o'rganib beringlar, haqiqatan bir-biriga munosibmi, qarindoshmi, lekin ajrim bo'layotganda bizga qog'oz keladi. Biz o'zi kech bo'lganda uni o'rganib beramiz. Bu salbiy, mana shu narsani yo'lga qo'ysak, o'rtada bu taklif menda. Endi men hech kimni qoralash yo ana qilish niyatim yo'q. Agar mana shuni yo'lga qo'ysak, ko'pgina salbiy oqibatlarni oldin olgan bo'ladi. Shunchaki ariza kelsa qabul qilish emas, balki yuqorida aytib o'tganidek deputatlarimizdan biri aynan fikr mulohazalarini o'sha o'rganish varaqasi orqali balki ariza qabul qilishga shoshilmasligimiz kerakdir. Hamkorlikni yaxshi yo'lga qo'yishimiz kerak demoqchimiz. Qilamizda, biz befarqlik qilyapmiz. Oilada qancha qarindoshlar nafaqat buzilib ketyapti, oldimizga ko'p keladi. Masalan, opa-singillar o'rtasida farzandlar nikoh quribdi-da, ajrim bo'lyapti-da, hatto bir-biriga qaramay teskari o'tirishadigan to'y hashimlarda ko'ryapmiz. Eng achinarlisi nimada? Ulardan nogiron farzandlarning, irsiy kasalliklar bilan tug'ilayotgan farzandlarning kelajagi. O'sha nogiron farzandlar tug'ilyapti. Hattoki o'sha shunday oilani bilaman, xolasiga kelin bo'lgan, ishlaydi, o'qituvchi maktabda ayol. Ishonsangiz, o'sha bolani qayerga tashib ishga borib kelishini bilmaydi. Shunday qiynaladi. Mana shu holatlarni, mana shunday salbiy oqibatlarni oldini olishda hamkorlikda ishlashimiz kerak. Yaxshi taklifni aytdingiz. Demak, Senatga bilan mahalla vakillari, mahalla 7-ligi hamkorlikda ishlab, ana undan keyin arizani qabul qilgani ma'qulroq deyapsiz. Yana kimda qanday takliflar bor? Aynan mana shu holatlarni oldini olish borasida.
Ko'rsatuv avvalidan buyon mana salbiy oqibatlari, Fikrlar, yechimi, mulohazalar muammolar haqida gaplashdik-da. Endi yuqorida aytildi, bilib turibdi, qo'shnisi bilyapti, qarindoshi bilyapti, mana shuni ogohlantirsa bo'ladi-ku degan fikrni aytdilaringiz. Lekin bizni o'zbeklarda istihola borda, agar kimnidir aytganini bilib qolsa, butun qarindoshi undan yuz o'girib tashlaydi-da. Bu deydi, to'ydi bizni, qarindoshchiligimizni o'rtasida sovuqlik tushirdi. Mana shu istiholaga ham boradi-da bizda xalqimiz. O'zbekchiligimizga boramizda ba'zi hollarda. Shuning uchun bu yuqorida opani aytganidek narsaga sabab yashirgadi deyapti-yu mana bu opa. O'sha yashirgan holatlarda har qanday holatda mana bu deputatimizni fikri juda chiroyli fikr deb hisoblayman. Har qanday holatda mana shunaqa ariza kelib tushdi, mana shularni o'rganib beringlar degan fikr bo'lsa, menimcha juda ham ajoyib bir taklif mana shundan. Yana qanaqa takliflar bera olamiz? Gapirib o'tmoqchi edim. Biza endi mentalitetda to'yni boshlab qo'yib, unashtirib bo'lib, keyin ariza berishga tushishadi. Keyin ZAGS qog'oz deyiladi endi. Nikoh guvohnomasi olishdi, keyingi o'ringa qo'yishadi. Lekin ungacha bu narsani umuman e'tiborga olishmaydi. Amaliyotda hozirgi kunda juda ham ko'paygan desam ham bo'ladi. Unashtirilishadi, marosimlar o'tkaziladi. Keyin to'yga bir 15 kun qolganda nikohga qayd etish uchun ariza berishadi. Lekin mana shularni, shaxslarni nikohini o'qiyotgan imomlarni ham baribir nazorat qilish kerak. Mana shu taklif o'rnida aytib o'tardim. Balki jamoatchilik qandaydir mahalla faollari o'rtada bir hamkorlik qilib mana shu o'qiyotgan imomlarni ham bilan birgalikda bir nazorat qilish kerak deb men taklif bergan bo'lardim. Bu nima uchun ajrim ko'payapti, nima uchun kasalliklar keyin aniqlanyapti? To'ydan keyin, chunki nikohni qayd etishga, rasmiy qayd etishga ular to'ydan keyin kelyapti. Mana shuni oqibatida. Chunki amaliyotda bo'lgan to'y o'tib ketib bo'ldi. Tibbiy ko'rik javoblari mana hozir endi onlayn tarzda kelyapti bizga tibbiyot bo'limlaridan. Oldin qog'oz ko'rinishda olib kelishardi. 1-dekabrdan bu tartib o'zgardi. Avvallari o'sha qog'oz ko'rinishda olib kelganda kelin yoki kuyovda kasallik aniqlanardi. To'y o'tib ketdi, bo'ldi, endi bosdi bo'ldi, yopamiz deydi. Kelin kuyovdan lekin rozilik so'raladi, oqibatlar tushuntiriladi, chunki keyinchalik tug'iladigan farzandlari o'zlarida uchraydigan o'sha sog'liqlarida muammolar tushuntiriladi. Ikki taraf rozi bo'lsa, nikoh qayd etishga FHDO bo'limi majbur. Chunki taraflar rozi. Endi kech deb topilayotgan mana shu xulosamiz aslida moddiy taraf bilan qaralyapti-da. To'y boshlab qo'yildi, shuncha xarajat qilindi, taklifnomalar tarqatildi. Endi kech biz nikohni qaytara olmaymiz deyapmiz-da. Lekin aynan mana shu nikohdan keyingi holatchi, bu moddiy zararimizdan ko'ra ko'proq zarar emasmi? O'rtadan nogiron tug'ilayotgan farzandlar yoki ikki qarindoshni umuman yuz ko'rmas bo'lib ketish holatlari bizni qilgan xarajatimizdan ustun emasmi aslida? Qancha farzandlar yetim bo'lib qolyapti bu jarayonda. Ko'ryapmiz, o'zimiz shu jarayonda ichida yuramiz har kuni. Mana shunaqa narsalarni ko'ramiz. Qancha farzandlar yetim bo'lib, uni hech kim o'ylamayapti. Kattalar ana shu to'yni qiladigan paytda, shu to'yni qilayotgan paytda ana shu narsani o'ylash kerak-da. Qandaydir targ'ibot, tashviqot ishlarini kuchaytirishimiz kerak. Demak, bu masalani ham hamkorlikda tizimli ravishda olib borish bo'yicha siz kabi deputatlarimiz qanaqadir takliflar bilan chiqib, buni ham yechimini topishimiz kerak, to'g'rimi? Va yana bir narsani alohida ta'kidlashimiz kerakki, yuqorida deputatlarimiz tomonidan yoki bo'lmasa o'sha fikr mulohazalar orasida odatda istihola qilamiz, aytmaymiz va barchasi yoki yashiramiz yaqin qarindoshlar o'rtasidagi nikoh holatlarini deyildi. Bu borada targ'ibotlarimizni mahallalarda, yoshlar kesimida emas, aynan o'sha xonadonlarning o'ziga borib, menimcha ko'ngillilar bu yerda kerak. Sababi biz mana yoshlar o'rtasida volontyorlik deymiz, ya'ni ko'ngilli tarzda ishlayotganlar. Mana shu ko'ngillilarni menimcha mahallalar orasida, yoshi ulug' insonlarimiz orasida ham targ'ib etsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Albatta. Bizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Dasturimiz so'ngida aytmoqchimizki, yaqin qarindoshlar orasidagi nikoh nafaqat shaxsiy, balki oilaviy, genetik va ijtimoiy masalalarni ham o'z ichiga oladi. Har qanday qarorda tahlil, bilim va mas'uliyat muhim ekanligini unutmasligimiz lozim bo'ladi. Albatta. Bugun Munozara maydoni tok-shousi orqali tahlil qilingan fikr mulohazalar, misollar, dalillar, isbotlar va hattoki ilmiy isbotlangan faktlar shunchaki sizni xulosa chiqarishingiz uchun edi. Xulosani esa o'zingizga qoldiramiz. Bizni kuzatib boring, keyingi ko'rsatuvlarimizda ham barchamizning e'tibor markazimizda bo'lib turgan mavzularda birgalikda fikr mulohazalar yuritamiz. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling.